Bugungi yez turmush videomdan boshlab ketayim. Markazinglar menda bo'lsin. Ey, kiptag'anas, rahmat surib ketdim qo'likini. Kunda o'zligimdan o'g'inma. Bugun mutasha qarsam oppaydon olib ketibdi ha. Davomli yotgandan chiqmay turib, barliq guanjoqgan do'stlarimni joyida qo'ygan qilmayapman. Izchil guanjoqsanlar bo'ldi. Joyida qo'ygan qilmayman. Yana mash qo'yan japaradigan oyoqlarimni kiyib, yugurgilmangdim teshig'a. Bugungi avam shundoq yaxshi-ya. Mishtaq yugurib ketdim, qalaning ustiga dasar, sapovatni nafas og'ash, amroq naqshamni quyib. Bugun mo tulluq 3 kilometr yugurgan. 500 metrni o'yin topamay shu ozroq yugurib qoldim-chu amdi. Yo'l yamanchon tasdib keldim qo'yni. Mash yaqindan to'la ezib qolgan bo'lib qoldim jumo. O'yinning ichiga kirib payzusni boshlab ketdim. Mana payzu qo'likini. Paylarimni sus pop qasmoq yuzlarimni yuvayotgandan ocham. Tamoqmi yetib poptikan, uydagilar bilan birga o'tirib tamoq yeyapman. Qo'saqni masalab pop, yana kitob o'qishni boshlab ketdim. Ching amroq bo'lib qoldim o kitob o'qishga. Bugun mustaqillik kitob o'qidim. Xeyli xush bo'lib qoldim jumo o'zimdan. Kitobni o'qib bo'lmash komoyini bir o'gin aydab intabagantim 58 deb qopdim ha. Menda umid yo'qkan bo'ldi deb hozir 10 sudan shanba bozoriga mangdoq. Bazog'im keldiqa karomat ching bozor o'tgan bu yerda. Masha shu 10 suliq bola o'qidi qachon. Bozorning ichiga kirib soq akango mamaki yarab qopdiki, epamsiz qatti mangmayma deb ashmayki esliblam turib oldi. Axir bo'lmay audio makinimi epop qo'saq qidasayda misha kasak odamga karomat chiqqan qo'likini oddilam qopdim bir to'p iste'mol qilishni boshlab ketdik. Mana qo'saqnim asalab pop mudoq mansam yot oyoq sat qiltiribdi. Chin qarsam dovuning oyoqlarga do'stlar. Oyoqlarim kirpop, miya qarsam quruq yemisat qiltiribdi. Isqmash dixon bozordan hammasini topqildi jumo do'stlar. Miyada tax rahsatidga yer vakati. Bu rahlam bakchiraylikka. Hafta mavo hayvonot satidga yerim bakama bozaniga. To'shqan damslan, kapta damslan, to'qi damslan, g'oz o'dak barliq narsani topqil bultgash. U yalanim cho'ylab pop hozir sayko'kda tag'il keldik. Yana sayko'kdimi shundaq yingga do'stlar. Og'a narsimiz jiq bo'lmismi, lekin ma 10 suning GDP'siga ozroq kuch qo'shdik. Og'a naslini mashilg'im besib hozir tulluq holatda o'gmandiq. O'gim kipop mash echib ketgan qo'sqimni to'g'izay deb lamponga dum tushdim do'stlar. Tulluq holatda lampon yeyapman mana. Lamponni yapopsam ocham ziyofatga bormidaydi. Meni apamamsa desam, "Qamsa uyda tutug'im bo'ldi" deb qilib qo'ydi qaranglar. Apamsan apamg'a ne undaq ziyofatingga chekanga tanga deb qilib qoldim-ku men bu uyda. Hamsa bugungi videolarimiz mishada axlashsin do'stlar. Mening videolarimni yoqtirib ko'rganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, King San Gishali.